Odning qissasini Alloh subhanahu va taolo aytadiki, shum kunlarda muttasil shamol bilan ularni biz halok qildik deydi. Bo'ron. Muttasil bo'ron turgan, ular xuddiki annahum ajazu nakhlim munqa'ir. O'taligi ilmi teshik bo'lib ketgan, keyin yerda yotgan ular yerda yotgan xurmo xodalariga o'xshab qoldi. Al-Haqqa surasida keladi, shu xoda ichi g'ovak bo'lib qolgan deydi. Odatda xurmolar masalan yiqilsa, mana shunga o'xshash. Kesib tashlansa, yillar o'tsa, orasi haligi sekin-sekin chirib, ilmi teshik bo'lib qolar ekan. Ular mana shunaqa holatga kelgan ekan, ot qavm. Nega ularni xurmoning xodalariga o'xshatilgan? Ular bir necha kun, 8 kun shamol bo'ldi. Hammasi xuddi kesilgan, yiqilgan xurmolarning singari yer bilan bitta